Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bugun yetib keldik obyektga. Ertalab sahar 6da ishni boshlaganmiz. Samarqandda. Tak. Teplitslar zo'r qilingan. Akfa eshik derazalar shlapalarda urilgan ekan. Penaplex pena 2 santimetr yopishtirilgan. Yana setka qilib shpaklovka qilingan. Atrofni qarang, zo'r. Lekin mana shu ahvol, tepalarga osib tashalgan ekan. Trubalar qiyshayib ketgan. Polniy demontaj bo'lyapti. 9 sotik. Biz hozir hammasini boshqalardan pastdan qilamiz. Mana shunaqa gaplar. Yonkislar ham yo'q